ijtimoiy soliq to'lab o'zimiz bankiga jismoniy shaxslarga agar nomida yaxshi bo'ladigan summa ajratilgan bo'yicha kichik va o'rta biznes bo'limida ajratiladigan hujjatlar unga taklif qilishlari mumkin bo'lgan kredit mahalla loyihasi bo'lmaydi. Tezkor Nuka kredit bor. To'g'on qulay 2.0 dastur loyihasi bor. Bo'ldi. Keyin 312 bor. Buni bilasizlar. Mahalla loyihasi bo'yicha mahalla loyihasi bo'yicha maksimal 50 million so'm 4 yil muddatga beriladi. Shu Zangiota tumanidagi muddatli bironlarga qarashtirgan 28 ta mahalla bo'yicha ajratiladi. Boshqa mahallalarga boshqa biznes maqsadi unda maksimum summa 25 million. Bu ham ijtimoiy soliq bo'lib o'zimiz bankining jismoniy shaxslarga beriladi. 25% dan ikkala kreditdan mahalla loyihasi bo'yicha sug'urta bilan chiqariladi. Sug'urta 4 yil muddatga bo'ladigan bo'lsa maksimum 2,5 million bo'ladi. Masalan 3 yilgacha maksimum 3 yil muddatga bo'ladi. Agar xohlasa mahallalarda bo'layotgan keyin yana kimdir so'rasa omonatlarimiz bor, omonatlarni chiqaradigan bo'lsa alternativ olish mumkin. 30% boshlanish to'lov bilan uzun bilan egallaydilar. Agar ish haqi bo'lsa 20 boshlanish to'lov qiladi. Million olmoqchi bo'lsa-chi? 100 million olmoqchi bo'lsa, qaysi garim shunizda qanaqalar bor? yoki mol uchun mahallaga yuqori nimasi qanaqa? Summasi qancha? 50 million so'mgacha mahalla loyihasi dastur doirasida agarda undan ko'p olaman desa ixtiyor bo'lsa 100 million 200 million plan yo'lab 90 million bunaqa bo'lsa muqobil biznes kreditimiz bor 8% 4 yil muddatga faqat zalog Mahalla loyihasi faqat 50 million uni foizi muqobil biznes 8 mahalla loyihasiniki 25%. Muqobil biznes Ikki o'yin 4 yil muddat.